BMW 5-seri i5 M60, ya'ni eng fulli. Tasavvur qilish uchun 3.7 soniya va 600 ot kuchlari taxminan. 5-seriyani elektromobilni menimcha bundan fulli yo'q. Qarang, obveslari ham M5 bashara bo'yatibdi-da. Mashina absolyutno yangi, 177 kilometr yurgan. Hamma narsasi turibdi, orqada salafanlarigacha. Dop opsiyalari polniy, mana torpedkalari haqiqiy karbon bo'yatibdi. Sidенlar ham qarang, shunchaki koja emas, mana qismlari alkantara qilingan. Shunaqangi boshqacha ko'rinyapti. Tak, mashina yep-yangi M-paket, polniy Bowers Wilking akustika sistema, o'sha qimmati. Hozir bu mashinani o'sha yangisini olaman desangiz, 95 ming atrofida olasiz. 95 ming atrofida. Bu ham yangi mashinani hozir 88.500 ga срочный bosib yuborsangiz bo'ladi. Bir dona surishtirib ko'ring, bunaqa narxga sotiladigani hozir